Garnir uchun Raffaello. Ushbu taomning mazasi og'zingizda qoladi. Buning uchun bizga tovuqning filesi, ziravor, qattiq, mayonez kerak bo'ladi. Tovuqni massaj uchun go'sht maydalagich yoniga jo'natamiz. Qaynatilgan kartoshka, kraxmal, sir kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan massadan dum-dumaloq koptokchalar yasab, panirovkaga botirib olamiz. Endi bildingizmi, bu Raffaello nimadanligini? Ana endi navbat taomga keldi. Tovamizni qo'yib, yog' va sariyog' solib, bor sabzavotlarni qovurib olamiz. Sabzavotlarni qovurib, o'tkazib yubormaslik asosiy qoida. Marinovkasi tobida bo'lgan tovuqlarimizni qovuramiz. Qaranglar, buni qanaqa sochniligini. Tavamizga barcha sabzavotlarni solib, ustidan pomidor, suv solib dimlab qo'yamiz. Hozir bilaman, qozon taomga xayolingiz ketadi. Bu qozon tava chugundan bo'lib, ko'rinishi aqlingizni oladi. Sifati ham shunga ma'no. Kartoshkali Raffaello bilan bu taom idealniy para. Albatta tayyorlab ko'ring, chunki juda ham tez va mazali taom bo'ladi. Mehmonlarni lol qoldiradigan shashlikli somsa tayyorlaymiz. Juda ham mazali, sochni bo'ladigan somsamiz uchun tovuq pirzolalari kerak bo'ladi. Shunaqa suyagini ajratib to'g'rab olamiz. Bitta piyozni mayda qilib to'g'raymiz. Tuz, zira, paprika, chesnochniy priprava va mayonez yoki smetana kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, marinovka qilamiz. 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Marinovkamiz tayyor bo'lgandan so'ng cho'pli shunaqa sixlarimizga sixlab chiqamiz. Bizga somsa xamiri yoki slayonli xamir kerak bo'ladi. Men slayonli xamirdan foydalandim. Pomidor, tuzlangan bodringni shunaqa kesib solamiz. Tayyor. Shashligimizni qo'yamiz, ustiga piyozli massani qo'yamiz, sir qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib qattiq qilib tugib olamiz. Yaxshilab yopmasanglar orasidan sirlari oqib ketadi. Va ustiga tuxum surtib, oldindan qizdirilgan duxovkada 200 gradusda 10 daqiqa, so'ng 180 gradusda 30 daqiqaga qo'yamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.